Assalomu alaykum. Bugun 23-mart. Hayotingizda yangi sahifa ochilishi mumkin bo'lgan kun. Sizni qanday imkoniyatlar kutmoqda? Qaysi burjlar omadli? Diqqat bilan tinglang. Bugungi bashorat siz uchun muhim ishoralarni olib keladi. Qo'y burji vakillari, bugun sizning irodangiz sinovdan o'tadi. Qiyin paytlar sizni xiralashtiradi, lekin ichingizdagi olov hali o'chmagan. Siz qaror qabul qilishga qiynalishingiz mumkin, lekin e'tiboringizni jamlang. Yo'lda kutilmagan to'siqlar paydo bo'ladi va ular sizni oldinga undashi kerak bo'ladi. Ichki sezgilaringiz yolg'on gapirmaydi. Sizda hamma javoblar mavjud, faqat ularni tinglashga jur'at kerak. Ba'zilar sizni to'xtatishga urinadi, lekin siz buni kuchaytiruvchi vosita sifatida ishlatishingiz mumkin. Bugun sizning energiyangiz cheksiz. Uzoq vaqtdan beri orzu qilgan narsangizga birinchi qadamni qo'yasiz. Har qanday to'siqni sindirish imkoningiz bor. Ichki olovingiz sizni kuchli qilyapti. Moliyaviy jihatdan kutilmagan omad kutmoqda. Uzoq vaqtdan beri kutgan pulingiz qo'lingizga tushadi. Shaxsiy hayotda hissiyotlar yanada keskin. Siz va yaqinlaringiz orasida sirli lekin quvnoq burilishlar sodir bo'ladi. Bugun mashinalarni haydashda ehtiyot bo'ling, lekin ruhiy maydoningizda xavfsizlik chegarasi yo'q. Yangi g'oyalar, kutilmagan kashfiyotlar va g'alaba hissi sizni kutmoqda. Sizning fikrlashingiz chaqqon, harakatlaringiz aniq. Kichik o'zgarishlarni sinab ko'ring, kuzating, so'ngra barqaror natijaga erishing. Moslashuvchanlik va ishonch bugungi qurollaringizdir. Bugun siz kuchli shaxs ekanligingizni eslatadigan kundir. Siz faqat oldinga siljishingiz, qarorlaringizni mustahkamlashingiz va ichki kuchingizni namoyon qilishingiz kerak. Hamma ko'zlar sizga qaratilgan. Bugun siz g'olibsiz. Buzoq burji vakillari, bugun sizning ichki ovozlaringiz sizni boshqaradi va bu sizga kuchli ustunlik beradi. Kayfiyatingiz ajoyib, sarguzashtga mos. Hayajonli rollar, yangi tajribalar va sezgir aloqalar sizning ichki energiyangizni kuchaytiradi. Agar siz imkoniyatlarni boy bermasangiz, bugun uzoq muddatli energiya va hayotiy lazzatni namoyon qilishingiz mumkin. Ichki olov sizni to'xtata olmaydi. Har bir lahza sizga o'zingizni isbotlash imkoniyatini beradi. Shaxsiy ishonch bugun sizning eng qudratli qurolingizdir. Sezgilaringizga to'liq ishoning, boshqalarning so'zlariga ko'p tayanmang. Siz nima to'g'ri ekanligini eng yaxshi bilasiz. Agar kimdir sizni chalg'itishga harakat qilsa, bu faqat sizning kuchingizni sinashga urinishdir. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni mustahkamlang va qarorlaringizni aniqlik bilan qabul qiling. Bugun xayol surishga va soxta umidlarga berilish xavfi bor. Juda chiroyli tuyulgan imkoniyatlarni tanqidiy ko'z bilan ko'ring va haqiqiy natijani kuting. Yorqin ranglar va kutilmagan voqealar sizga omad keltiradi, lekin ularni anglab, ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak. Oila va yaqinlar bilan aloqangiz bugun foyda beradi. Aka-uka yoki opa-singlingiz yordamida muhim ishlarni hal qilishingiz mumkin. Bo'sh vaqtingizni meditatsiya, ruhiy xotirjamlik va sevimli mashg'ulotlarga sarflang. Odamlarning aralashuvi esa turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun chegarani aniq belgilang. Bugun siz kuchli, aniqlik bilan qaror qiladigan va o'z yo'lida hech kimga boy bermaydigan shaxs sifatida namoyon bo'lasiz. Egizak burji vakillari, bugun sizning aqlingiz o'tkir va harakatlaringiz tezkordir. Yangi g'oyalar sizni o'zgacha yo'llarga olib chiqadi. Eski to'siqlarni sindirish va yangi tajribalarni orttirish uchun eng mos kun. Ijodingizni erkin chiqarish orqali hayotingizda sezilarli o'zgarishlarni amalga oshirasiz. Hatto kechqurun ham ilhom sizni tark etmaydi. Har bir kichik qaror yangi imkoniyat eshiklarini ochadi. Shunchaki qat'iyat bilan birini tanlang va unga sodiq qoling. Bugun munosabatlarda xilma-xillik sizni hayratda qoldiradi. Juftingiz bilan yangi tajribalarni baham ko'rish, jasoratli va ochiq bo'lish orqali siz munosabatlaringizni chuqurlashtirasiz. Hali turmush qurmaganlar uchun
Kutilmagan uchrashuvlar bu faqat boshlanishidir. Lekin boshlashdan oldin odamning haqiqiy niyatlarini aniq tushuning. Qarindosh yoki do'stlar yordamida yangi imkoniyatlarni topish mumkin. Ular sizning maqsadlaringizga turtki beradi. Ishda raqiblaringiz o'z xatolarini bugun ko'rishadi va sizning ustunligingizni tan olishadi. Moliyaviy jihatdan eski aksiyalar va fondlarga harakat qilish uzoq muddatli foyda keltiradi. Uyda esa eski buyumlarni tartibga solish, xotiralarni qayta ko'rib chiqish va energiyani yangilash uchun ajoyib kun. Bugun sizning sezgilaringiz va topqirligingiz kuchli. Suhbatlar yangi yo'llarni ochadi. Yangi iboralar va g'oyalarni sinab ko'rish sizni muvaffaqiyatga yaqinlashtiradi. Optimistik va muloqotchan bo'ling, lekin faqat konkret va haqiqatga asoslangan qaror qabul qiling. Bugun egizaklar shaxsiy va ijodiy maydonda g'olib bo'ladi. Qisqichbaqa burji vakillari. Bugun sizning his-tuyg'ularingiz kuchga aylanadi va ular orqali hayotingizni o'zgartirish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Kutilmagan tushunchalar va suhbatlar sizning ichki tashvishlaringizni ochib beradi va ularni konstruktiv qarorlar bilan mustahkamlashga imkon yaratadi. Sizda ichki xotirjamlik va dalda yetarli. Har bir qadamni ehtiyotkorlik bilan tanlab, uzoq muddatli majburiyatlaringizni hurmat qiling, lekin katta o'zgarishlar o'rniga kichik va amaliy qadamlarni bajaring. Bugun moliyaviy jihatdan sizni sinov kutmoqda. Uy-ro'zg'or buyumlariga sarflangan pul vaqtincha qiyinchilik keltiradi, lekin kelajakdagi muammolardan qutqaradi. Shaxsiy hayotda sevgilingiz sizdan nimanidir talab qilishi mumkin, lekin barcha istaklarni bajarish imkoni yo'q. Bu esa hissiyotlarni keskinlashtiradi. Ishda esa nafratlanadigan odam bilan oddiy salom orqali vaziyatni burish imkoniyati bor. Kichik harakatlar katta o'zgarishlarga olib keladi. Navbatchilik chaqiruvlari va mas'uliyatlar sizni kuchaytiradi. Barcha to'siqlarga qaramay, qat'iyatingiz va g'oyalaringiz sizni maqsadga yetaklaydi. Ishingizni samarasini darhol ko'rmasangiz ham, kundan kunga zavqlanasiz va topqirligingizdan foydalanasiz. Bugun go'zal muhit va estetik maydon sizni tinchlantiradi. Bir oz sarguzasht qiling. His-tuyg'ularingizni kuzatib, ulardan kuch olishingiz mumkin. Band jadvalga qaramay, o'zingiz uchun vaqt ajrating. Bu kundan zavqlanish va ichki energiyani tiklash sizni yanada barqaror qiladi. Bugun qisqichbaqa o'z kuchi va sezgirligini birlashtirgan holda har bir kichik qarorni muvaffaqiyatga aylantiradi. Arslon burji vakillari. Bugun siz markazda bo'lishni xohlamaysiz, lekin baribir hamma nigoh sizga qadaladi. Qanchalik tinch yurmoqchi bo'lsangiz ham, voqealar sizni sahnaga tortadi va eng qizig'i, siz bunga qarshilik qila olmaysiz. Ertalabdan ichingizda g'alati ikki xil istak kurashadi. Biri tinchlik izlaydi, biri esa keskin o'zgarish. Shu sababli bugun siz bir paytning o'zida ham sovuq ko'rinasiz, hamda hissiyotli. Bu esa atrofdagilarni chalg'itadi. Sevgi tarafida vaziyat keskinlashadi. Siz odatda nazoratni qo'ldan boy bermaysiz, lekin bugun yuragingiz oldinga chiqadi. Kimnidir o'zingizga yaqinlashtirasiz yoki butunlay uzoqlashtirasiz. O'rtada yo'l yo'q. Kutilmagan yaqinlik yoki keskin sovuqlik ikkisidan biri bo'ladi. Do'stlar orasida gap so'z yuradi. Kimdir sizga maslahat beradi, lekin uning ortida boshqa maqsad bor. Bugun hamma samimiy emas, siz esa buni ichingizdan sezasiz. Pul va ish tarafida yaxshi natija bor. Hatto boshqalar hali tugatmagan ishni siz oldin bitirasiz. Bu sizni ajratib ko'rsatadi. Lekin ichingizda men bundan ko'prog'iga loyiqman degan hissiyot paydo bo'ladi. Talabalar yoki o'rganayotganlar uchun bugun diqqat tarqaladi. Kitob ochiladi, lekin fikr boshqa joyda bo'ladi. Sababi ichida kuchli hayotiy o'zgarish pishib yetilmoqda. Kechga yaqin siz yana kuchingizni tiklaysiz va aynan shu paytda kimdir sizga boshqacha qaray boshlaydi. Bugun siz tinchlik izlaysiz, lekin taqdir sizni o'yinga taklif qiladi. Parizod burji vakillari. Bugun siz hammasini nazorat qilishga urinib charchaysiz. Har bir detaldan ma'no qidirasiz.
har bir mayda xatoni tuzatmoqchi bo'lasiz, lekin aynan shu narsa sizni ortga tortadi. Bugun mukammallik emas, natija yutadi. Ertalabdan boshlab ichingizda bezovtalik bor. Qilinadigan ish ko'p, lekin qaysisidan boshlashni bilmay qolasiz. Shu ikkilanishingiz vaqtni yutib yuboradi. Oxir oqibat majbur bo'lib bitta yo'lni tanlaysiz va aynan o'sha qaror kuningizni o'zgartiradi. Pul tarafida chalkashlik bor. Xarajatlar ko'payadi va bu sizni asabiy qiladi. Ammo bu oddiy pul ketishi emas. Bu kelajakdagi muammoni yopadigan harakat. Keyin tushunasiz, bugungi yo'qotish ertangi yengillikdir. Oila yoki yaqinlar bilan vaqt o'tkazish sizni ichingizdan yengillashtiradi. Lekin bu yerda ham kichik sir bor. Kimdir sizni kuzatadi, sizni baholaydi va bugun qilgan ishingiz ular fikrini butunlay o'zgartiradi. Sevgi tarafida yangi impuls bor. Yaqin inson bilan gap boshqacha tus oladi, ochiqroq, rostroq. Bu suhbatdan keyin munosabat avvalgidek qolmaydi. Yoki yaqinlashadi, yoki soviydi. Do'stlar orasida esa kutilmagan uchrashuv bor. Eski tanish qaytadi, lekin u endi o'sha eski odam emas. Bu uchrashuv ichingizda savollar uyg'otadi. Bugun siz hamma narsani joyiga qo'ymoqchi bo'lasiz, lekin haqiqat shuki, bugun hayot sizni joyingizga qo'yadi. Tarozi burji vakillari. Bugun siz odatdagidek hammani rozi qilishni xohlamaysiz. Ichingizda nimadir yetar deb turibdi. Siz har doim muvozanat saqlaydigan odamsiz, lekin bugun tarozi bir tomonga og'adi va bu safar siz o'zingizni tanlaysiz. Ertalabdan boshlab ichingizda kuchli tortishuv bor. Gapirishmi yoki jim qolishmi? Eng qizig'i, bugun ortiqcha gap zarar qiladi. Kimdir sizni suhbatga tortadi, sir ochmoqchi bo'ladi, lekin siz buni sezib qolasiz. Bu yerda ehtiyot bo'lmasangiz, keyin afsus qilasiz. Pul tarafida esa aniq harakat bor. Siz anchadan beri o'ylab yurgan reja bugun ishga tushadi. Bu kichik boshlanish, lekin juda to'g'ri qadam. Kimdir bunga ishonmaydi, lekin siz ichingizda bu yo'l sizni uzoqqa olib borishini bilasiz. Oila yoki farzand bilan bog'liq voqea yuragingizni yumshatadi. Kimdir sizni faxrlantiradi. Shu lahzada siz ichingizda hammasi bekorga emas ekan degan tuyg'uni his qilasiz. Sevgi tarafida esa haqiqiy portlash bor. Bugun oddiy kun emas, hislar yuqori nuqtaga chiqadi. Siz yoki butunlay kechirasiz, yoki butunlay yuz o'girasiz. O'rtada yurish tugadi. Talabalar yoki yoshlar uchun esa bugun diqqat buziladi. Sevgi yoki hislar o'qishdan ustun keladi. Bu vaqtni yutqazishdek tuyuladi, lekin aslida bu ham bir signal. Bugun siz muvozanat izlamaysiz. Siz bugun qaror qilasiz. Chayon burji vakillari. Bugun siz o'zingizni boshqacha his qilasiz. Ichingizda kuch bor, lekin u tinch emas. Bu kuch sizni oldinga tortadi, lekin qayerga borayotganingizni o'zingiz ham to'liq bilmayapsiz. Eng xavflisi ham, eng qiziqarlisi ham shu. Ertalabdan boshlab kutilmagan gap yoki suhbat sizni o'ylantirib qo'yadi. Bu oddiy ma'lumot emas, bu sir ochiladi degani. Kimdir yashirgan haqiqat yuzaga chiqadi va siz birdan hammasini boshqacha ko'ra boshlaysiz. Pul tarafida foyda bor, lekin bu siz kutgan yo'ldan kelmaydi. Farzand, yaqin inson yoki kutilmagan manba orqali pul kiradi. Bu sizni quvontiradi, lekin ichingizda yanada kattaroq narsaga chanqoqlik uyg'onadi. Ish tarafida esa juda kuchli kun. Siz o'zingizni eng yuqori cho'qqida his qilasiz. Boshqalar hali o'ylab turgan paytda siz allaqachon harakat qilgansiz. Lekin shu yerda xato qilish ehtimoli bor. Shoshilish sizni ortga tortishi mumkin. Sevgi tarafida esa murakkab o'yin ketmoqda. Siz hislaringizni yashirmaysiz, lekin xatti-harakatlaringiz chalkash. Yaqin inson sizni tushuna olmay qiynaladi. Agar shu tarzda davom etsangiz, masofa paydo bo'ladi. Yangi taklif chiqadi, juda jozibali, lekin uning ortida xavf bor. Agar darrov ha desangiz, keyin afsus qilishingiz mumkin. Bugun siz hammasini qo'lga olmoqchisiz, lekin haqiqat shuki, bugun hayot sizni sinayapti.
kuchlimisiz yoki shunchaki o'ylab ko'rasizmi? O'qotar burji vakillari, bugun sizning dunyoqarashingizni sinovdan o'tkazadigan kun. Siz nimani xohlashingizni juda aniq bilasiz, lekin atrofdagilar sizning qarorlaringizga qarshi turishga harakat qiladi. Ishoning, yuragingizdagi istakni e'tiborsiz qoldirmang. Dadil qadam qo'yish va to'siqlarni chetlab o'tish uchun eng zo'r imkoniyat hozir sizning qo'lingizda. Hatto kichik qarorlar ham bugun sizning kelajagingizni o'zgartirishi mumkin. Moliyaviy yoki shaxsiy jihatdan haddan tashqari ehtiyotkor bo'lishingiz shart, lekin haddan tashqari orqaga chekinish ham xavfli. Sizning yaqin insoningiz bugun g'azablanishi yoki tushkunlikka tushishi mumkin, lekin bu sizni to'xtata olmaydi. Ular sizning qarorlaringizni o'zgartira olmaydi. Uzoq vaqtdan beri ustida ishlayotgan loyihangiz kechikadi, ammo bu kechikish sizga yangi strategiya qurish imkonini beradi. O'zingizni ortiqcha majburlamang. Sevgi, do'stlik yoki ishdan bosim ostida qolganingizda faqat qarorlaringizni aniq bilib oling. Bugun sizning jasoratingiz va nekbinligingiz atrofdagilarni hayratda qoldiradi. Tashqi ko'rinishingiz va sog'lig'ingizga e'tibor berish uchun ham eng qulay vaqt. O'z qiyofangizni yangilash sizga ichki quvvat baxsh etadi. Xulosa qilib aytganda, bugun sizning imkoniyatlaringiz sinovga solinadi. Odamlar sizni sinab ko'radi, lekin yuragingizdagi kuch sizni to'siqlardan ustun qiladi. Shunchaki dadil bo'ling va istaklaringizni amalga oshiring. Bugun sizni e'tiborsiz qoldirmaydigan voqealar kutmoqda. Tog' echkisi burji vakillari, bugun sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz sinovdan o'tkazadi. Ichki shubhalar sizni egallashga urinadi, lekin ularga bo'ysunmang. Dadil qadamlar va ochiq yuz bilan muammolarni yuzaga chiqarish sizni qutqaradi. Pul masalalarida kutilmagan to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Bu sizni xavotirga soladi. Ammo ishonchli sirdoshingiz bilan maslahatlashish orqali vaziyatni o'zingizni foydangizga burishingiz mumkin. Kunning birinchi yarmida charchoq va noaniqlik bo'lishi mumkin, lekin har bir qaror va harakat sizni ijobiy natijalarga olib keladi. Qarindoshlar bilan vaqt o'tkazish sizni ruhiy jihatdan mustahkamlaydi. Kechqurun esa do'stlaringiz bilan sayrda kutilmagan romantik lahzalar yuz beradi. Bu kun siz uchun shaxsiy erkinlik va o'z-o'zini ifoda qilish imkoniyatini beradi. Ishonchingizni qayta tiklash uchun har bir qaror va harakatni aniq bajarish muhim. Dadil va qat'iyatli bo'ling. Impulsiv qarorlar bugun sizga yordam bermaydi. O'zingizni dam olish va shinamlik bilan siylash uchun vaqt ajrating. Bu nafaqat ruhiy barqarorlik, balki yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Turmush o'rtog'ingiz bilan kechqurun o'tkaziladigan vaqt esa bugun eng yorqin lahzalardan biri bo'ladi. Hissiyotlar va yaqinlik sizni hayratga soladi. Umuman olganda, bugun sizni shubhalar va to'siqlardan qutqaradigan yagona kuch bu sizning jasorat va o'zligingizdir. Har bir soniya sizni yangi bosqichga olib chiqadi. Shunchaki imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Qovg'a burji vakillari, bugun sizning tasavvuringiz sizni hayratga soladi. Ruhiy sayohatlar va xayollarga berilish sizni yangi g'oyalarga ochadi. Lekin e'tibor bering, haddan tashqari orzu qilish sizni real hayotdan uzib qo'yishi mumkin. Atrofingizdagi insonlar sizning harakatlaringizni sinab ko'radi. Ba'zilari sizga yordam berishga tayyor, boshqalari esa xotirjamligingizni sinashga urinadi. Faqat o'zingizni ifoda qilish va shoshilinchlarni nazorat qilish orqali bugun muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Daromad va moliyaviy masalalarda chidamlilik talab qilinadi. Ba'zi kutilmagan to'siqlar sizni tashvishga soladi, lekin uyingizga yoki shaxsiy loyihalarga investitsiya qilish bugun sizga foyda keltiradi. Do'stlar bilan uchrashuvlar va ziyofatlar sizga iliqlik va hayrat baxsh etadi. Ammo do'stlikni yo'qotish xavfi ham bor. Shuning uchun kimga ishonishingizni aniq bilib oling. Bugun siz o'zingizni ichki sezgingiz va kreativ quvvatlaringiz orqali muammolarni hal qilishingiz mumkin. Yangi g'oyalarni yashirmang. Ular to'g'ri yetkazilsa ildiz otadi
va hayotingizga yangi imkoniyatlar olib keladi. Turmush o'rtog'ingiz yoki yaqinlaringiz ba'zi rejalarni buzib qo'yishi mumkin, lekin sabr va strategiya bilan siz vaziyatni nazoratga olasiz. Xulosa qilib aytganda, bugun sizning kuchingiz va ishonchingiz tasavvuringiz bilan uyg'unlashganda, kundalik hayotingizga aniq ijobiy o'zgarishlarni olib keladi. Dadil bo'ling, shoshma-shosharliklardan saqlaning va har bir lahzadan imkoniyat sifatida foydalaning. Bugun sizni kutilmagan va jonli voqealar kutmoqda. Faqat diqqatni yo'qotmang. Baliq burji vakillari, bugun sizning kuningiz yangi boshlanish va imkoniyatlarga boy. Uzoq vaqtdan beri e'tiborsiz qoldirgan narsalarni tartibga solish va hayotingizda keraksiz odatlardan voz kechish uchun eng zo'r vaqt. Kichik barqaror harakatlar bilan oldinga siljish bugun sizni katta o'zgarishlarga yetaklaydi. Dadil qarorlar qabul qilishdan tortinmang. Tavakkal qilish sizning muvaffaqiyatingizni yarmini tashkil qiladi. Ish, biznes yoki moliyaviy masalalarda bugun sizni quvonchli natijalar kutmoqda. Savdogarlar va ishbilarmonlarga bugun omad kulib boqadi. Muammolarni o'zingizdan uzoqlashtiring va uyda, do'stlar orasida mavqeingizni mustahkamlashga e'tibor qarating. Hamkasblar bilan aloqada xushmuomala bo'lishingiz zarur, lekin haddan tashqari taslim bo'lmang, o'zingizni qadrlashni unutmang. Bugun sizning ijodiy quvvatlaringiz yorug'likka chiqadi. Yangi g'oyalar, foydali suhbatlar va kutilmagan ilhom sizga yangi yo'nalishlarni ochadi. Kundalik ishlardan xalos bo'ling. Ortiqcha vazifalarni chetlab o'ting va yangi loyihalarni boshlashga jur'at qiling. Ular sizga istiqbolli imkoniyatlar olib keladi. Turmush o'rtog'ingiz sizga o'tmishdagi xotiralarni eslatishi mumkin, ammo bu sizni to'xtatmasin. O'zingizga nisbatan hamdard bo'ling va har bir kichik qadamni qadrlang. Bugun sizning jasorat va ijodingiz birlashib, hayotingizda sezilarli o'zgarishlar yaratadi. Dadil bo'ling, imkoniyatni boy bermang va har bir lahzadan foyda oling. Bugun sizning kuningizdir. Azizlar, agar bugungi bashorat sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ertaga yana yangi bashorat bilan uchrashamiz. Omad siz bilan birga bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.